Tohir Malik, asl ismi Xobilov Tohir Abdumalikovich, taniqli o'zbek yozuvchisi, o'zbek adabiy fantastikasining asoschilaridan biri, ma'rifat arbobi, Do'stlik ordeni va O'zbekiston xalq yozuvchisi faxriy unvoni sohibi. Tohir Malik 1946-yilning 27 dekabrida Toshkent shahrida ziyoli oilasida dunyoga kelgan. Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetining kechki bo'limida o'qib, kunduzi qurilish ishlarida qatnashgan. 1966-yildan beri O'zbekiston radiosida, gazeta va jurnallar tahririyatida, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida nashriyotlarda faoliyat yuritgan. Barcha tengdoshlari singari u ham urushdan keyin turmush qiyinchiliklarini boshidan kechirgan. Oilada 5 farzand bo'lib, Tohir Malik eng kenja farzand bo'lgan. Tohir Malik maktabga bormay turiboq dars tayyorlab o'tirgan akalari va opalari yonida savodni o'zlashtirgan. Ukasining kitobga bo'lgan ixlosini sezgan akalari unga Mard yigit ertaklar to'plamini sovg'a qilishadi va ushbu kitobni hozirga qadar e'zozlab saqlashni aytgan. Taniqli o'zbek adibi va tarjimoni Mirzakalon Ismoilov Tohir Malikning tog'asi bo'lib, uni 1949-yilda xalq dushmani degan tuhmat bilan qamoqqa olishadi. Bu haqida adibning o'zi ushbu so'zlarni aytgan. Kechasi uyg'onib ketib qarasam, ayam rahmatli qora chiroq nurida do'ppi tikib o'tiribdilar. Qo'llari ishda-yu, ko'zlarida yosh. Nega yig'layapsiz deb so'rasam, javob bermadilar. Sababini oradan yillar o'tib bildim. Tog'amning xalq dushmani emasligi ma'lum bo'lib, oqlanib chiqqanlardan 2-sinfda o'qir edim. Dastlabki mashqlarim o'shanda boshlangan, ammo yozganlarimni talabchan tog'amga ko'rsatishga cho'chir edim. Dastlabki hikoyasi 1960-yilda Gulxan jurnalida chop etilgan. 1963-yilda Tohir Malik Toshkent davlat universitetining kechki jurnalistika bo'limiga o'qishga kirib, kunduzi qurilishda duradgor, ish teruvchi bo'lib ishlay boshlaydi. U ijodga doir mashqlarni davom ettirib, tog'asining o'zingga ishongan, bilmagan narsani yozma, boshqalar yurgan yo'ldan yurma, o'z yo'lingni top degan 2 o'gitiga hamisha amal qilgan. Yozuvchining bir qator asarlari rus va boshqa tillarga tarjima qilingan. Tohir Malik 1966-yildan e'tiboran matbuot sohasida ishlagan. Yozuvchining bir qator asarlari kitobxonlar orasida o'tkazilgan so'rov asosida turli yillarda yillik mukofotlar bilan, xususan G'afur G'ulom nomidagi mukofotlar bilan taqdirlangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimov farmoni bilan Do'stlik ordeni va O'zbekiston xalq yozuvchisi faxriy unvoni bilan taqdirlangan.